Qozog'istonda Cobalt nimaga 8 ming dollar, O'zbekistonda nimaga 12 ming dollar? Buni sababi O'zbekiston budjetida tashqi valyuta zaxirasi mavjud. Uni shakllantirish eksport tovarlardan olinadi. Bunda O'zbekiston o'zini eksport Cobalt mahsulotini Qozog'istonga sotganda minimalizm foyda yoki 0 foyda shaklida sotgan taqdirda ham Qozog'istondagi valyuta, ya'ni Qozog'istonning puli bizning budjetga kelib tushadi va bunda O'zbekistonning tashqi valyuta zaxirasi shakllanib, rivojlanadi. Bu O'zbekiston uchun juda kerakli hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekistonda sotiladigan Cobaltlarni narxi Qozog'istonnikiga qaraganda ko'proq bo'ladi. Chunki Qozog'istonda sotilgan Cobaltni foydasini ham O'zbekiston ichki bozorlarida olinadi. Ya'ni bitta Cobalt o'ziga 2 barobar foyda ham qo'yiladi. Buni qo'yilishligining sababi Asaka zavodini o'z ish faoliyatini doimiy yurg'izishligiga sabab deb bilinadi. Bunday holatda butun dunyoda iqtisodiyotda bu normal holat deb tushuniladi. Buni soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, uyingizdagi bitta iPhone telefoningiz bor, ukangizga sotganingizda u 500 dollarga sotiladi va bu holatda 500 dollar uyingiz ichida aylanadi xolos. Oilaviy budjetingiz hali ham 500 dollar bo'ladi. Agar siz o'sha iPhone telefonini qo'shningizga yoki begona insonga 400 dollarga sotgan taqdiringizda ham sizni oilangizga yana 400 dollar kirib keladi tashqi tomondan. Shunda oilaviy budjetingizda 900 dollar shakllanadi. Bu juda ham sodda tushuncha bo'ldi deb o'ylayman. Birozgina tushungan bo'lsangiz, like bosib, podpiskani qo'llab-quvvatlab qo'yasiz.